Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rtirganlarda navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Navbatdagi obyektimizda mana bu yerda hammom rekonstruksiya ishlarini boramiz. Avvalo eshiklarni ham o'zgartiramiz, xudo xolasa. Chiroyli yaxshi eshiklarga. Ichkarida mana bu razivachamizni to'pli po'l, tig'iq panel yonlariga bitta rakvinani chiroyli o'rnatamiz. Kaliterni teramiz mana bu yerda. Undan tashqari yana ichkarida bu eshik ham o'zgaradi. Qo'llariga keladigan bo'lsak, qo'llari 20 sm ga cho'kiladi. Chunki semestrlarimiz bo'yi masofasi yetarli masofaga kelganidan keyin to'xtatamiz. Undan keyin qo'llarni qilamiz. Qo'llarni qilishdan oldin santexnik ishlarni qilamiz, bitta ham tabiat ishlarni. Undan keyin ko'rib turganidek katyorimiz avvalgi holatda ekan. Katyorni ham yaxshi bir ekonomik aqlliroq budjetli variantlarni qo'yamiz, chiroyli qilib. Bu katyorimiz ham hammom ishlaydigan, ham uyga atapini o'rnatamiz, atapinani ham ishlaridan qilamiz. Ham hammom, ham atapinasini ham qilamiz. Undan tashqari to'pli po'llarni istadi. Keyin yonlariga tig'iq panel qilamiz, tepasiga dekorplaslarni qo'yamiz. Qo'llarni o'rnatib, xolasiga yorug', chiroyli qilib qo'ldan chiqaramiz. Bitirgan holatlarni ham qo'yib boramiz. Aristonni qo'yganimizdan keyin oshxonaga ham issiq suv olib o'tamiz. Katyorda birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi, to'rtinchi xonalarga ham atapini qo'yamiz, radiatorlarni qo'yib, xohlasa ishni tugatamiz. Undan tashqari artizan suvlari bor ekan, artizan suvlarni tovlab berib, bo'cha qo'yib, uni ham muzlamagan holatiga keltirib, chiroyli qilib o'rnatib beramiz ularni. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu obyektimizni ham bo'ldi, xohlasa. Mana bu yerga nasoslarni o'rnatdik. Nasoslarni ham muzlamagan sharoitda to'pli po'l aylantirdik taglariga. Mana bu yerga rafina bo'ladi. Mana narsalar turibdi. Mana bu yoqqa katyol ichkaridan yonadigan edi, tashqaridan yonadigan qildik, bezarasini qilib, avtomat topilgan. Mana bu yerga bo'chka qo'ydik. Bo'chkani taglariga to'pli po'l ishlangan aylantirdik. Qishda endi muzlamaslik uchun ham. Bu avtomatik o'zi to'ladi. Mana bu yoqqa avtomatlarni yig'dik. Shkatlar orqali paploviylar qo'yib, yig'ib qo'ydik chiroyli qilib. Mana endi ishimizning asosiy joyini ko'ramiz. Eshikdan boshlasak, eshiklarni almashtirdik, remont qildik. Buni remont qildik, ichkaridagini almashtirdik. Bismillah. To'g'ri panellar yopishtirdik. Tepasiga dekor, tagiga kafe. Bu yoqqa soqqan olishga oyna-poyna sharoitlarni qildik. Kir mashina, areston. Kollektorni mabit yig'dik. Kollektor chiroyli bo'ldi. Xohlasa. Endi ichkariga kiramiz. Ichkariga kirsak, ichkari 20 sm balandda edi. Esinglarda bo'lsa, mabitdan edi. Mabitdan edi bu, cho'kirdik. Razvalka bilan hammom urgani bitta bo'ldi. Balandroq edi. Bu yoqqa katyon qo'ydik. Mabitda to'g'ri oladigan joy bo'ldi. Mustahab uchun. O'sha semisitel burchaklar mabitda havo topishga, bitishga. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yarsiz. Bu yoqda unitaz uchun anaqa joy tashab ketdik. Kelajakda unitaz qo'ysa, qo'yadigan sharoit qilib, cho'tki qilib tayyor qilib qo'ydim buni ham. Suvlar qo'yib, kanalizatsiyalar qilib